Assalomu alaykum. Kun savol loyihasining bugungi yechimlari bilan tanishamiz. Birinchi savol. Logarifmga oid savol bo'lyapti. Logarifmni A va B orqali bog'lashimiz kerak. Qaraymiz, asosida nima bor? Asosida 3 bor, bunda 2 bor va ilzosida 3 bor. Ya'ni bu nimaga teng? Shu savolni qo'yamiz. Bu narsa teng ekan. Mana 1/4 logarifm 3 asosga ko'ra 7 ning kvadrati ko'paytma ilzosida 3 ko'paytma 2. Buni yo'yamiz. Bu 1/4 logarifm 3 asosga ko'ra 7 ning kvadrati plyusdan logarifm 3 asosga ko'ra 2 plyusdan yarim deymiz. Yana ham soddalashtirsak 1/4 2 logarifm 3 asosga ko'ra 7 plyusdan logarifm 3 asosga ko'ra 2 plus yarim ekan. Endi mana bu ikkalasini izlaymiz. Buni izlashimizda mana bularni qarangizlar 3 asosga o'tkaziga, bularni ham 3 asosga o'tkazamiz va tarkibini shunga bog'lab yoza olishimiz kerak. A nimaga teng? A teng bo'lyapti logarifm 7 asosga ko'ra 6. 3 asosga bog'lasak logarifm 3 asosga ko'ra 6 taqsim logarifm 3 asosga ko'ra 7. Bu 1 plyusdan logarifm 3 asosga ko'ra 2 taqsim logarifm 3 asosga ko'ra 7. Mana e'tibor beramiz. Mana shunga bog'landi. Masalan, mana bu x desak, mana buni y desak, bu y, mana bu x. Shundan ajratib olishimiz kerak. Endi b sini ham yozib olamiz. B nimaga teng? B teng bo'lyapti logarifm 6 asosga ko'ra 12. Bu teng bo'lyapti logarifm 3 asosga ko'ra 12 taqsim logarifm 3 asosga ko'ra 6. 1 plyusdan 2 logarifm 3 asosga ko'ra 2 taqsim 1 plyusdan logarifm 3 asosga ko'ra 2. Mana buni o'rniga endi y qo'yib chiqishimiz kerak. Bu ham y ga teng, mana bu ham y ga teng. Endi birinchisi qaytadan yozib olamiz. A teng edi 1 plyusdan y taqsim x ga teng bo'lsa, ikkinchisi b teng edi 1 plyusdan 2y taqsim 1 plyusdan y ga. Endi shu yerdan ikkinchisiga qarasak y ni ajratish oson, to'g'rimi? Demak, b plyusdan by teng bo'lyapti 1 plyusdan 2y ga. Bu yerdan y ni ajratsak y b minusdan 2 teng bo'lyapti 1 minusdan b ga. Y ni topsak y teng bo'lyapti 1 minusdan b taqsim b minus 2 ga. Endi tepadachi x ni ajratib olamiz. X bu 1 taqsim a ko'paytirilgan 1 plus y ga teng. 1 taqsim a 1 plyusdan 1 minusdan b taqsim b minus 2 ga teng ekan. Demak, buni soddalashtirsak 1 taqsim a, mahraj bersak blar ketadi. Tepada minus 1 taqsim b minusdan 2 hosil bo'lyapti. Endi ana shu narsalarni tepaga qaytadan joylashtiramiz, shu ifodalarimizni. 1 taqsim 4 2 ko'paytirilgan x bo'lyapti. X ni qaytarib joylashtirsak minus 2 taqsim bo'lar ekan, minus 2 taqsim a ko'paytirilgan b minus 2 plus. Endi bunisi y ga teng edi. Y ni qaytadan joylashtiramiz. 1 minusdan b taqsim b minus 2 ga teng. Va uchinchisi 1 taqsim 2 edi. Mahraj beramiz. Birinchisiga 2 tadan berishimiz kerak, ikkinchisiga 2 dan beramiz, uchinchisiga a ko'paytirilgan b minus 2 dan beramiz. Bu nimaga teng? 1 taqsim 4 minus 4 plyusdan 2a minusdan 2ab plyusdan ab minusdan 2a taqsim 2a b minus 2. Mana bular ketdi. Tepada nima qoldi? Demak, 1 taqsim 4 tepada minus 4 ko'paytirilgan minus 4 minus ab qoldi. Mahrajda esa 2a b minus 2. Javoblarga qaraymiz. Bu javobni qarasak, demak suratda yo'q. Demak, suratda minusni mahrajga tushirgan bo'lishi mumkin. Mahrajga tushirsa qavs ichi o'zgaradi. 4 plyusdan ab bo'lyapti.
demak 8a bo'ladi. 2 minus b. Shu javobni izlaymiz. Bu javob bizada qaysi javob bo'lyapti? A javob bo'lar ekan, mana. A javob bo'ladi. Ikkinchi savol. Yog'ochdan yasalgan muntazam to'rtburchakli piramida asosining tomonlari 12 ga teng, yon qirrasi 10 ga teng bo'lsa, barcha yon yoqlari apofemalar o'rtalaridan asosga tik ravishda arra yordamida kesib tashlandi. Natijada hosil bo'lgan jismning to'la sirtini topishimiz kerak. Birinchi chizib olamiz. Demak, muntazam to'rtburchakli piramida berilgan. Mana. Muntazam to'rtburchakli piramida. Asos tomoni 12 ga teng ekan. Chizib olamiz. Va apofemani o'rtasidan asosga balandlikka tik ravishda mana. Asosga tik ravishda arra yordamida qirqilyapti. Mana bu yerdan qirqildi. Mana bu yerdan qirqilyapti. Bu tomondan qirqildi. Mana bu yerdan qirqildi. Va mana bu yerdan qirqildi. Natijada mana bunday shakl hosil bo'ldi. Mana bunday shakl hosil bo'ldi. Endi bu shaklni tasavvur qilamiz. Tepasi, demak, muntazam to'rtburchakli piramida bo'lib qoldi. Mana mahraji asosiysi asos kvadrat bo'lgan prizma paralleliped bo'lib qolyapti. Endi nima uchun paralleliped? Chunki bizda mana bu balandlikning yarmi. Balandlikni topib olishimiz kerak, nechaga teng ekanligini. Endi ma'lumotlarni to'ldirib chiqamiz. Tomon 12 bo'lsa, mana 12 bo'lsa, buning apofemasi nechaga teng bo'ladi? Mana bu 10 ga teng ekan. Apofemasini topsak, apofemasi demak mana bu 6 bo'lganligi uchun apofema teng bo'ladi 8 ga. Apofemani o'rtasidan qirqilgandan keyin demak apofema teng 2 ga bo'linadi. Apofemaning yarmi teng bo'lib qolyapti. Nechaga? 4 ga teng bo'ladi. Shartda buning to'la sirtini topishimiz kerak. To'la sirtni qanday topamiz endi? S to'la sirt teng bo'lib qolyapti nimaga? Prizmani, ya'ni parallelipedni yon sirti S yon paralleliped plus S yon piramida plus S asos. Asos bizda bor. Asos mana buni topishimiz kerak. Asos nechaga teng bo'ladi tomoni? Masalan, mana bu 12 bo'lsa, buning yarmi 6 ga teng. Demak, masalan uchun A deb turaylik. A kvadrat barobar. Tepa bilan past aniq. Masalan, S yon prizmani topishimiz kerak. S piramidada perimetr ko'paytma apofema taqsim 2 bo'lganligi uchun plus mana bu narsa nechaga teng bo'ladi? 6 ning kvadrati 36 bo'lar ekan. Barobar. Bu ham aniq. Perimetr bizada 24 ga teng, apofema esa 4 ga teng edi. Endi faqat bitta ma'lumot qolyapti. Bizlar balandlikni yarmini topishimiz kerak. Balandlikni topishimiz uchun mana bu yerdan qirqa olamiz. Qarangizlar. Mana bu o'q kesim qirqamiz. Mana bu yerdan o'tgan o'q kesimni qirqa olsak, shuni balandligini topishimiz kerak. Uchburchakda bu 10, bu ham 10.
Mahraj esa mana asos esa 12 ilzosti 2. Demak, balandlikni topsak, mana bu 6 ilzosti 2 bo'ladi. 72 bo'lyapti. 100 dan 72 ni ayirsak, mana h teng bo'lyapti 2 ilzosida 7 ga. Endi apofemani o'rtasidan qirqilganligi uchun mana parallelpitni balandligi ana shuni yarmi bo'ladi. Ya'ni 2 ilzosti 2 ning yarmi, 2 ilzosida 7 ning yarmi, ilzosida 7 bo'ladi. Ma'lumotlar o'rniga qo'yib chiqamiz. Demak, asos perimetr ko'paytirilgan h edi. Mana perimetr ko'paytirilgan kichkina h plus mana bu perimetr 24 ko'paytirilgan 4 taqsim 2 plusdan 36 keyincha plus barobar buchi perimetri bu ham shunday, mana 24 ko'paytma h ilzosida 7 taqsim 2 ilzosida 7 taqsim 2 nechaga teng bo'ladi? Plus mana bu 48 ga 36 ni qo'shsak 84 bo'lar ekan. Bundan natija kelib chiqadi 12 ilzosida yo'q, xatolik ketdi. 2 yo'q edi. Mana 2 yo'q. ko'paytma ilzosida 7 plus 84 24 ilzosida 7 plusdan 84 ga teng bo'ladi. Demak, S to'la sirti mana D javob bo'lar ekan. Endi keyingisi 3-savol. D nuqta, Y nuqta, A va S nuqtalari berilyapti. A S bilan D ni kesishgan joyi bizada A S bilan D ni kesishgan joyi B nuqta bo'lar ekan. Bunga ko'ra BS 3 AB ga teng, DB va DY bular teng ekan. S nuqtaning koordinatalari ko'paytmasini topishimiz kerak. Endi birinchi tasavvur qilamiz. Tekrar koordinatalar sistemasini chizib olsak. Mana birinchi nuqta -3 ekan. -3 qayerda? 1 2 3 1 2 3 -3 7 1 2 3 4 5 6 7 mana bu yerda. Bu bizada D nuqta. -3 7. Keyingisi 1 3 mana bu nuqta. Bu nuqta bizada Y nuqta hisoblanadi. 1 3. Keyingisi A nuqta 1 6 mana bu yerda. A nuqta 1 6 va X Y S nuqta. Va mana bu shartga e'tibor beramiz. Kesishgan joyi B nuqta deyapti. Va bunda BS 3 ta AB ga teng deyilyapti. Bundan xulosa qilsak, bu mana bu yerroqda. Ya'ni kesishgan joyi mana B nuqta bo'lsa, kesishgan joyi B nuqta. Mana A bini X desak, mana bu yer 3x ekan. Va DB bilan D ga teng ekan. Shundan bizlar mana bu X, Y nuqtani topishimiz kerak. Endi buni topish uchun bitta formulani eslaymiz. Kesmani lambda nisbatda bo'luvchi nuqtaning koordinatalarini topish. Masalan, A nuqtaning koordinatalari x1, y1 bo'lsa, B nuqtaning koordinatalari x2, y2 bo'layotgan bo'lsa, mana bu yerda S, x0, y0 nuqtani topishimiz kerak. Mana bu A va B nisbatda bo'lyapti. A uchidan boshlab A va B nisbatda bo'luvchi nuqtaning koordinatasini topish deyilganda, lambda bu A taqsim B ga teng qoladi. Shunda x0 koordinati topilsa, x1 plusdan lambda x2 taqsim 1 plusdan lambda ga teng bo'ladi. y0 topsak ham xuddi shunaqa. y1 plusdan lambda y2 taqsim 1 plusdan lambda bo'lib qoladi. Ana shu formulaga tushadi hozir bu savol. Qanday tushiramiz? Qarangizlar. Birinchi navbatda
B uchining koordinatalarini topamiz. Ikki nuqta orasi kesmaning o'rtasining koordinatasini topishimiz kerak ekan. B uchining koordinatalari qo'shib 2 ga bo'lamiz. -1, mana -3 bilan 1 ni qo'shib 2 ga bo'ldik. Va 5 ekan, to'g'rimi? 3 ga 7 ni qo'shib 2 ga bo'ldik. Endi mana bu nuqta bu yerda A ni joyida joylashgan. X0, Y0 bizada bor. Mana bu X0 bilan Y0 va mana bu X2, Y2 bular. O'rniga qo'ysak, o'rniga joylashtirsak, demak X teng bo'layapti X0 mana. X0 o'rniga qo'ydik. -1 teng bo'layapti. X1 ni o'rniga X qo'yamiz. X plusdan lambda. Lambda bu 3. 3 ko'paytirilgan 1 taqsim 1 plusdan 3. Bundan topib chiqsak -4 bo'layapti. X barobar mana -4dan 3 dan ayirsak -7 bo'lar ekan. Birinchi koordinatasini topdik. Xuddi shunda Y ni ham topamiz. 5 teng bo'layapti Y plusdan 3 ko'paytirilgan 6 taqsim 1 plusdan 3. Y ni topsak 20 dan 18 da ayiramiz 2 ga teng ekan. Endi nuqtaning koordinatalari nimaga teng ekan mana? -7 bilan 2 bo'lsa, ularning ko'paytmasi -14 bo'ladi. Bu bizada C javob bo'ladi.